Mana bu bolajonning ismi Shohjahon. U hozir 13 yoshda bo'lardi, agar hayot bo'lganida. Uning hayotdan bevaqt ko'z yumishiga tanasining 85% dan ko'proq qismi elektr toki urishi oqibatida kuyishi sabab bo'lgan. Shohjahonning onasiga ko'ra voqea aynan texnogen, ya'ni inson omili asosidagi bee'tiborsizlik va tizimsizlik sabab bo'lgani aytilmoqda. Holat aslida qanday bo'lgan? 2026-yilning 14-iyun kuni Shohjahon Chirchiq shahridagi Chirchiq Bo'zsuv elektrostansiyasi atrofida o'ynab yurgan vaqtida yuqori kuchlanishli elektr toki urishi oqibatida bolajon tanasining 85% qismi kuyib ketadi. Shohjahon avval Chirchiqdagi kasalxonada 2 kun, undan keyin Toshkentdagi 16-kasalxonada 2 oydan ko'proq o'lim bilan kurashib yotadi. Bu vaqt mobaynida Shohjahonning beva onasi kasalxonada berilgan odatiy dori-darmonlardan tashqari deyarli har kuni 200 AQSh dollari turadigan dorilar majmuasi bilan bola uchun qarz olib, bolasining jonini saqlab qolishga harakat qiladi. Ammo amalga oshirilgan muolajalardan keyin ham afsuski Shohjahon 14-avgust kuni 2 oydan oshiq vaqtdan so'ng og'ir kuyish sababli omonatini topshiradi. Shohjahonning onasiga ko'ra holat yuz bergan joy hech qanday maxsus to'siqlar bilan yopilmagani, ogohlantirish belgilari mavjud emasligi aytiladi. Qo'shimchasiga esa bu holat birinchisi emasligi, oldinroq, aniqrog'i 2026-yilning 1-aprel kuni Chirchiqdagi ayni shu hududda yana 3 ta bola tok urish oqibatida og'ir kuyish holatiga tushgani. Ulardan biri halok bo'lgan, qolganlari esa Toshkentdagi 16-kasalxonada teri ko'chirish amaliyotini o'tkazish jarayonida ekanligi aytiladi. Onaizorga ko'ra, u aynan hodisa sodir bo'lgan davlat korxonasi ma'muriyatidan amaliy yordam olishga harakat qilgan. Ammo uning iltimos va murojaatlari davlat va nodavlat idoralar orasida byurokratik yoki og'zaki yo'nalish asosida aylana boshlagan. Shunga qaramay, hozirgacha na amaliy va na moddiy yordam u yoqda tursin, ichki ishlar xodimlari tomonidan ham allaqachon surunkali sodir bo'lgan texnogen holatga huquqiy baho berilmagani. Agarda holat uchun javobgarlar bo'lsa, tergovga tortilmagani. Undan ham yomoni esa voqea joyi hanuzgacha qarovsiz va xavfli holda qolayotganidan e'tiroz bildirgan. Ana endi 2023-yildagi Dok1 Max ishi yodingizda. U ishda ham nazoratni saqlovchi davlat tuzilmasi o'z vazifasini bajarmagani uchun kamida 65 nafar O'zbekiston vatandoshi bo'lgan yosh bolalar halok bo'lishgandi. Hozirgi vaziyatning xavflilik darajasiga ko'ra undan yagona farqi bolalar o'limining sondagi farqi bo'lsa kerak. Chunki katta kuchlanishdagi tokni aholi, ayniqsa bolalar qo'li yetadigan joyda erkin qo'yib qo'yish, hududning xavflilik darajasiga ko'ra o'rab olinmagani, ogohlantirish belgilarining yo'q ekanligi, bu bolalar o'rnida istalgan bola bo'lishi mumkin ekanidan, bu ona o'rnida esa istalgan ona bo'lishi mumkin ekanidan darak beradi. Bolalaringizni ehtiyot qilishni, o'tgan bolajonlar nomiga duo qilishni va rasmiylarni belgilab munosabat so'rashni unutmang.